xonimlar va janoblar, hozir konsert boshlaymiz. Jaraylaydi kulgularing, nigohlaring, ko'zingimda seni ruhing yashar doim, sen men uchun borsan. Oyjon, ismi sizni Risolat. Biz Gulzor ko'chasidagi 20-uyda yashaymiz-ku. Buvimlar, dadamlar bilan birga. Nahotki tanimadingiz meni? Yaxshilab qarang. Bizani tashlab ketib, ana shu Yaponga erga tekkan ekansiz-da. Bunga qanday ko'zingiz qiydi? Unda bo'lmasa nimaga yana keldingiz? Bilaman, siz meni oyim emassiz. Meni oyim mashina urib ketgandan keyin o'lganlar. Kechiring meni. To'g'risini aytsam, yolg'ondan bo'lsa ham oyijonimni bir ko'rgim keluvdi. Kechiring meni, xo'pmi? Oyijon. Axiyri meni topdingizmi, oyijon? Oyi. Parangiz. Dada, Yaponiya qayerda? Yaponiya? Juda uzoqda. Nima edi? O'zim shundoq. Odamlari o'zbeklarga o'xshaydimi? Ha, o'xshabroq ketadi. Mana, masalan, sen yapon qiziga o'xshaysan. Rostdanmi? Siz xotiningiz qiz tug'dilar. Qiz? Meni qizim. Yüzü gül yar, etme nizar. Yüzü gül yar, etme nizar. İşkin o'tida jonginam turlari beydor. Meni qizim. Ey yüzü gül yar, etme nizar. Ey yüzü gül yar. Bu qizaloqni nafaqat o'z tomoshabinlarimiz, onalar, balki yaponiyaliklar ham yaxshi tanishadi va yaxshi ko'rib qolishgan. Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning 2000-yil suratga olingan Oyijon filmini ko'rganda yoqimtoy qizaloq Nargiz timsolida mehr-muhabbatning, onalikning millati bo'lmasligiga yana bir bor amin bo'lasiz. Nargizning Oyijon degan so'zi butun dunyo onalariga atalgandi go'yo. Nargiz Farangiz Jamolxonovaning Oyijon filmidagi obrazi uning o'z onasi, aktrisa Fotima Rejimetova uchun juda qadrli esdalik bo'lib qolgan. aldashdi. Nega aldashar ekan? Ha qizim? Nega unaqa deyapsan? Mana ko'ring, oyim surati. Xuddi o'zi-yu, ha? O'zi men o'ynashim kerak edi yapon ayolni, onani.
chunki yapondan o'zbek ayolini qilish qiyinroq, lekin mendan yaponni qilish osonroq edi. Hali ko'z ko'zga tushganda aytamanki, yo'q Jamol aka desam deb qo'yadi, lekin boshqacha bo'lardi deb o'ylayman, chunki mani o'zi ko'pchilik yaponga o'xshatishadi, chunki mana Yaponiyaga borganimizda ham xuddi o'zimni uyimdek yurdim. Yaponlar ham xuddi yapon deb bildida. Ingliz tilida gapirsam, hamma hayron, nimaga yaponcha gapirmayapti deb. Shunaqa bo'lgan. Oyijon, namuncha uzoq ketdingiz. Negadir tilimizni ham unutib qo'yibsiz. Men yoshligimdan Yaponiyani yaxshi ko'rardim. Adam rahmatli Japon deyurardilar, chunki ko'zim piskaroq edi-da. Akam bilan yig'latishardi. Sani o'zi yapon samolyot uchib ketayotganda, shuni tashashganda men ilib olganman dedilar. Yo'q derdim. Yo'q, sen bizga o'xshamaysan, sen yaponlarga o'xshaysan. Bor oynaga qara. Dirdilarda men jiddiylarcha oynaga borib bundoq qarasam, ko'zim piska. Shunaqa yig'lardim. Yo'q, siz meni adamsiz, bu meni oyim deb urardim-da. Yo'q, sen yaponsan, yaponlar tashab ketishgan seni durardilar-da. Dada, Nima? men qayoqdan paydo bo'lganman? Ha endi men seni suratingni chizganman. Keyin sen suratdan paydo bo'lgansan. Iya. Yaponiya to'g'risida atrofida juda ham ko'p aylanaverardi gapda. Odam baribir niyat qilsa, orzu qilsa, o'ylab yursa, bu narsa aylanib baribir o'zini o'rnini topar ekanda. Baribir mana shu Yaponiyaga bordik. Qizim orqali, qizim tufayli. Opasingizni bir oyga Yaponiyaga mehmonga olib ketmoqchi. Urra! Hozir aytaman, bitta sir bor. Onamni xafa qilib qo'yganman. Chunki oyim aytganlarki, qizim, men boring Farangiz bilan. Men Yaponiyani ko'rib kelay deganlar-da. Chunki farqi yo'q edi. Menmi borsam yoki oyim borsalar, pasporti soprovождающий bo'lib, baribir kattaroq odam bo'lishi kerak edi, chunki Farangiz juda ham kichkina edi. O'shanda ham men demaganimga ko'nglariga olganlar. Sen baribir ichingdan borging kelyapti o'zingni deganlar-da. Yo'q, oyi borsangiz mayli, boring deganini shu pauza yo'qmagan onamga. Yo'q, mayli dirdilar. Xafa bo'ldilar lekin. Alo, buvi? Bu manman. Nargizman. Dadam yaxshimilar? Bo'lmasam syomka jarayonlar, endi qiyin syomkalar ham bo'ldi. Tungi syomkalar bo'ldi. Ertalabgacha olgan kunlarimiz bo'ldi. Endi Farangiz oldida men doim yonida bo'ldim. Farangiz, тебе нравится здесь? Zo'rmi Yaponiya? Bibingga привет qil. Yoqqa qil. Birikkecha, Fidas. Mana shu bola, 5 yoshli bola, kattalar chida olmaydigan vaziyatlarda ham shuni turib berdi bola. 5 yoshli bola. Suv ichaman, ovqat yeyman, tashqariga chiqaman, uxlayman degan narsani bir marta ham demadi. Shu Musoqov syomka jarayonida soat 10 mi, 9 mi smena degan narsa bor. Misol uchun chiroqchilar soatga qarab ishlaydi.
9da shundoq apparatlarni yig'ib syomka tugadi, bizga bo'lmasam boshqatdan qo'shimcha pul to'laysan deganda, keyin Jamol aka aytdilarki, bolaga qara dedi. Bola g'iring demadimi? Sanlar katta kishi dedi. Uyalmaysanmi dedi. Uyaltirib qo'ydilar. Ana o'shanda keyin baribir syomkani tugatdik. Dada, yana ichyapsizmi? Manam ichi, buvmam ichsinlar. Hammamiz alqash bo'lamiz unda. Bo'ldi. Unaqa dema. Oyijon filmi kinosinovida qatnashgan boshqa qizaloqlar ijrolari muhrlangan tasmani ham O'zbek filmning noyob arxivlar javonidan topdik. Ehtimol bu esdalik tasvirlarni bugun o'sha qizaloqlar ham ko'rib, bolalik onlarini eslashar deb umid qilamiz. Yuzlab nomzodlardan o'sha Oyijon filmiga shu qizaloqni oldik. Haligacha mana o'sha kichkina qizaloqni siymosi tomoshabinlarda esda qolyapti. Syomkada edim men o'zim. Oyim aytdilarki, O'zbek filmiga chaqirishyapti. Farangizni olib borishim kerak ekan. Sen yo'qsan-ku dedilar. Endi onamga ishonaman. Farangizga o'zingiz u yoq bu yoqdan qilib o'rgatib qo'yarsiz dedim-da, kimni kinosi ekan desam, Jamolning kinosi, Musoqovga desam, ha, mayli. Men xotirjamman siz bilan borsa dedim bola. Endi undan keyin baribir so'rayman, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi desam, voy, rosa og'ir sahnasini olishdi dedilar-da. Lekin Farangiz o'ynab berdi dedilar. Lekin bu narsa, misol uchun, men Zulfiqor aka bilan do'stona yoki eng yaqin, misol uchun, meni yaxshi ko'rgan rejissyorimga qaramasdan bildim, bu tanlov, bu omad. E'lon chiqdi televizorda. 5 yoshdan 6 yoshgacha qizlar kerak, O'zbek filmiga kelinglar, tanlov bo'lyapti. Oyijon kinosiga. Yaponiyaga boradigan joylari ham bor. Degandan keyin men aytdim, dedim. Bormaydi meni bolam dedim. Odamlar aralashadi, tanish bilishchilik bo'ladi. Yaponiya temasi bor. Yaponiya temasi. Misol uchun kinoga tushadi deganda unchalik aniq qilmadim-da, Yaponiyaga boradi deganda, men chunki men o'zim AQShga borganimizda bu narsa bilan juda ham to'xtashganman-da. Yaponiyani eshitganimdan keyin dedim. Aytdim, ich-ichimdan aytdim. Keyin kunlardan bir kuni vaqt o'tdi, Jamol aka qo'ng'iroq qildilar. Fotya. На Узбек фильм приди, dedilar. Зачем desam? Сценарий забери. Nima qilaman ssenariyni desam? Ну ты что, не понимаешь, что ли, что твоя дочка прошла, dedilar. Да, ну dedim-da, keyin xursand bo'ldim. Keyin ssenariy o'qidik. Ana o'sha ssenariyni o'qiganimizda ham qizim ting yosh oqdi. Nima? Yig'labsan yana? Yo'q, qarang, yig'lamadim. Qizalog'im, qizginam. Oradan 25 yil o'tib, Fatima Rejimetova qizi Farangiz Jamolxonovaning Oyijon filmi uchun topshirgan kinosinovini ilk marta tomosha qildi.
Agar bola kerak bo'lsa, yetim bolalardan boqib olamiz. Ikkalamizni farzandimiz bo'lmasa, menga bolani umuman keragi yo'q. Ochig'ini aytsam, rol bo'yicha onani roli kattaroq edi. Oyijon kinosida bosh rolni Oyijon o'ynash kerak edi. Mana shu Samarqandda ozgina joyini olishgan. Endi Yaponiya joylarini Yaponiyada o'ynaldi-yu, onasini mana o'zbek variantini roli kattaroq edi. Yapon aktrisasi u aktrisa emas, tele boshlovchi. O'shanga tajribasi ham yo'q edi. Jamol aka juda bo'lib qoldilar. Samarqandga kelganda ham shunaqa qiyin olinadigan joylarni ham men endi bundoq qaramadim. Deb qo'yadilar. Hvatit degandek. Kulurma ustimdan o'zi qiynalyapman. Hozir dadangni oldiga boramiz. Yaponlarda o'zi xaxolab kulish degan narsa yo'qdi va o'kirib yig'lash tushunchasi yo'q. Tushuntiryaptilar, yo'q, sen yig'lashing kerak, darding bor, sen bolang yo'q degan tamagochi qiladigan joyida. Endi dramatik joylarni mana shu kinoda chiqqan joylarni shu Jamol akani kuchi bilan chiqarilgan narsa. Farangiz nima desa shuni hammasini o'ynab berdi-da. Farangiz bosib ketgan. Farangizni roli kattayib ketgan. Yo'q, o'zi katta edi, chunki kichkina qiz o'ynaydigan joylari ko'p. Yukni ham olgan. Ha, endi kino xuddi kichkina qiz to'g'risida bo'lib qolgan. ね、なぜついてくるの？何か用？そうだ、飴あげる。Nima bo'ldi? Oyi, esiz joydami? Tanimadingizmi? Qizingizman, Nargiz. Men Samarqandni sevaman, o'zgacha. Chunki Samarqandda juda chiroyli onglarimiz o'tdi. Mashtizda xolingiz bor-ku. Quloq so'qdi. Degan joyi yana butun gruppa yig'ladi. Nahotki siz bizni tilimizni unutib qo'ydingiz. Qattan. Keta qoling. Bitta dublda urilardi bu narsada. Meni oyimni quloqlarini tagirog'ida xollari bor edi. Holi bor. Iltimos, shu kechirasiz, chaq qulog'ingizni tagini shundoq ko'rsatib yuboring. Ha, qiz sen tarjima qilib bergin. Qulog'ini 耳を見せてくださいと言ってるんですけど。どうしてそんなことしなきゃいけないのよ。わからない私。yo'q demang. Please. Ana. Bolaga Farangizga hamma narsa yoqyapti. O'tga boradi, hamma bilan o'ynaydi. Shunda kadrga kiradi, shunda o'ynab, yana chiqib ketib, yana hamma bilan o'ynab, mana o'ynadi shu kinoda. Keyin mana shu piyalaga shunda qo'yasan, mana bunaqa qilasan, tochkalarni ko'rsatishardi bo'ldi. Keyin shunda oldida, shunda ichida qilib o'ynab beryapti-da shuni. Keyin Jamol aka meni chaqirdilar-da. Sen onasansan. Ku dedilar. Ha, desam, давай чекушку hozir mana stakanchikda
magazinda sotadi. Bola bilmayapti-ku dedilar. Yashirincha o'shandan ichirtirib qo'yamiz. Sani ruxsating bilan. Balki boshqacha o'ynar dedilar. Aroqsiz o'ynagan variantlari xuddi один в один bo'ldi-da. Solishtirganda. U kadrlarni qoldirishgan. Bu kadrni olmasdan. Endi o'shanda ham bola misol uchun to'xtab qolib, achidi demadi. O'ynab, oxirgacha o'ynab berdi. Qilib o'ynab berdi-da, lekin u kadrlarni keyin kinoda qoldirishdi. Nargiza, nima bunday qilding? Nima bunday qilding? Bir qosha doma senga. Nima ichasan, ha? Nima? Jinni bo'lganmisan? Nimalarni bu senga, ha? Bo'ldi. Tinchlan. So'z beraman. Boshqa ichmayman. Xo'pmi? Xo'p. Endi Yaponiyaga borganimiz alohida bir ertak. Barangiz. U paytda vizalar yo'q edi, turist bo'lib borganmiz. 10 kunning ichida Yaponiya joylarini 10 kunning ichida 10 kishi bo'lib borib, yashirincha kameralarimiz bilan kimni kamerasi bor, kimni kamerasi bor, kimni fotoapparat bor, hamma narsa olaveringlar dedilar-da. Material yig'amiz dedilar. Hamma narsaga o'tga misol uchun ruxsat bo'lish kerak edi. Final sahnasidagi marojniy suradigan joyini misol uchun hozir mashina kelib qoladi, agarda hozir politsiya kelib qolsa, bizani shtraf olishadi, pul olishadi, ruxsatimiz hech qanaqa ruxsatimiz yo'q deb shosha motor deb stop xlapushkada Bahodir aka Odilov o'tirganlar, zvukorejissyor bo'lib, endi xlapushkada men edim, Bahodir aka zvuk bo'lib, chunki odamlarning sonini qisqartirishimiz kerak edi. Men borishim endi baribir bolaga как воспитатель bo'lib borganman. Mana shu hamma o'zini ishini bilib o'sha yerda Yaponiya joylarini olganmiz. Yes, repetiция. Yes. Actually. Вот сюда. Сюда. Yo'q, to'xta, Jamol. Oyiz qayerda turadi, oyiz? Yo'q, u qayerga saradi? Отдельно снимем его. Нету, давай. Да, нету, давай. Внимание. To'xta, qo'shib tur bo'lmasa. Пусть смотрит сюда, Тору и ног. Это очень сложный кадр. Вот сюда смотрит. Please. Мотор. Ешь. Yes. Вторую пусть, давай ложечку, ну. Сюда. Voy o'g'lim, nima qilib qo'yding-a? Kechiring xonim, kechiring. Bu qanaqasi? Shunaqa ham beodob bola bo'ladimi? Kiyimim rasvo bo'ldi-yu. Mana qarang. Qarang nima qilib qo'ydi siz o'g'lingiz. Bola ekanda. Kechiring xonim, kechiring. Bola emas, balo ekan. Shunaqa ham qiladimi? Kiyimim rasvo bo'ldi. Kechiring xonim, axir sizga ham bolalaringiz bordir. Meni bolam yo'q. Bo'lmaydi ham. 25 dekabr endi ularni Rojdestvosi. Xuddi ertaklarcha hamma joyda archalar yasalgan. Mana shu akvalang bilan Santa Claus kiyimida biz o'zimiz katta odamlar bo'lib
qilib turganmiz. voy qorbobo soqol ho'l bo'ldi. Farangiz, это медуза была, они в океане, слава. И в морях. Tur yoniga. Tur. Vay. Tushimda ko'rganman bu baliqlarni. Hech qattiq qiynalmagan bola o'sha park ichida sahnaga chiqib qiladigan joyini hech bo'lmayapti, nimaga yoqmayapti. Jamol aka hayron. Men aytdimki, bolam nimaga unaqa bo'lyapti desam, bir narsa yoqmadi Farangizga. Tez bo'lishimiz kerak, olishimiz kerak. O'shanda ham jahl bilan keyin уже rasmlari ham bor, keyin videolari bor. Men sizga sirli sovg'am bor. Keyin Jamol aka chopib chiqib sahnaga, "Men bunaqa qilasan" deb, qilib bersang bo'ldi. Oyog'ini liklatib. Shu Jamol aka ko'rsatgan narsasini keyin o'ynab berdi-da, shu bilan qoldi o'sha. Открывай. Ага. Опа. Айна. Чоп. Сейчас. Чоп. Xonimlar va janoblar, hozir konsert boshlaymiz. Setora guruhi ijro etadi. Sen borsan. Sog'inchdan to'ldi qalbim, surating yonimda jam. Sen ketding yorug' porloq shirin hayot uchun. Jaranglaydi kulgularing, nigohlaring. Ko'z o'ngimda seni ruhing yashar doim. Sen men uchun borsan. Mana shu kurtochkasini shubaga o'xshagan oq-qora ona bolaga bu sovg'a tariqasida yapon ayol bizga sovg'a qilgan, chunki bular juda ham bir-biriga bog'lanib qolgan. Nargis! Nargis! どこにいるの、Nargis? Men shu yerdaman. もう心配したんだからよかった。 Hayotda ham bolasi yo'q ekanda uni. Samarqandga borib faqat gapirgan gapim. Tug', qachon tug'asan? 52 to'lding. Desam, keyin, "Yo'q, bizning ishimiz ko'p, hali karyera qilishimiz kerak." Meni foto albom ko'tarib yurardim. Syomkadan keyin o'tirganimizda qaragin deganman-da. Endi bu ham plusga ketgan. Chunki Farangizga bo'lgan mehri, keyin qanaqadir onalik tuyg'u, onalik hissi uyg'onganda, keyin albomimni varaqlab ko'rsatsam, Farangiz kichkina chaqaloq bunaqa qara deydi. Всех денег не заработаешь. Butun pullarni ishlab
ololmaysan, hayoting o'tib ketyapti, tuqqin deb rosa ona bo'lish ha boshqacha bo'ladi. Bolalaringiz bormi? Eh? いないのよ、残念だけど。 Yomon, よも yomon. Aeroport sahnasi. Biz ketayotgan kunimiz, rostakam aeroport, chemodanlarimiz bir joyda, bularni haydashadigan joyini u tarafdan olganmizda, ana o'sha yerda umuman yig'lamagan ayol, umuman kulmagan, kulolmagan, yig'lamagan ayol ana o'sha yerda rostakamizga yig'ladi.ナルギス、幼児さんにご挨拶して。日本はどうだった？気に入ったかな？はい、よくて、ヨジさんが好きになった. 僕もだよ。 Biznikiga mehmonga keling. Xayr, matane. Chunki rostakam yaxshi ko'rib qoldi bolani. Keyin ana o'shanda o'yladimki, demak bu ayol kelajakda ona bo'ladi. カラス、なぜ鳴くの？カラスは山に。かわいい七つの子があるからよ。 Jamol aka endi Yaponiyada 5 marta bo'lganlar, Yaponiyani juda ham yaxshi biladilar. Biz endi birinchi marta bo'lganmiz. Kichkina kimono olib kelishdi, o'shanda ham videolari bor. Endi o'rashyapti, uni bir 10 tami oldin kichkinagina oq yaxtakka o'xshagan narsa, keyin uni belbog'ini, keyin yana xalatchaga o'xshagan, keyin yana belbog', keyin yana arqon, oxirida o'sha xalat kiyiladi. Qarasam bola bundoq qilyapti-da. Oldin tushunmadim. Men videoga olaman-da. Keyin bo'lib qoldi. Siqib bog'lagan ekan-da, u 1 soatcha kiydirar ekan. Noqulay. O'shanda ham gapirmadi, yechib tashlaring. Mana shunaqa vaziyatda tushib berdi bola. 分かる人も言う。彼ね、動じないよね。大丈夫。日本語通じてないからね。お母さんがね、英語が分かるんですよ。ここはね、神社といって神様がいるのよ。一緒にお祈りしましょうね。 Bu sizlarni masjidinglar ekanda, tushunarli. Shu shippagilarni kiyishim shartmi? Oyog'imni siqib yubordi-yu. 階段気をつけて。さあ、コインを入れて一緒にね。ほら。そしてここを持って鳴らすのよ。Farangiz yoshligidan tayoqchalar bilan yeyishni bilardi, qiziqardi. Chunki lag'monni tayoqcha bilan yerdi, xuddi menga o'xshab. Keyin mana shu Yaponiyaga borganda, guruch berganda tayoqchani beradi-yu. O'shanda bilmaslik kerak. Bundoq qilish kerak edi. Keyin qilib qoshiq olib, o'zini qoshig'ini olib yeyish kerak. Ana o'shanda ham hayron bo'lganda, keyin guruch kichkina guruchlarni ham yerdi-da, eplardi. Ana o'sha yerda ham ozgina bo'lib qoldi, endi unutamiz tayoqchani bilan yeyish dedim-da. どうぞ、いっぱい食べて。美味しいから食べて。難しいね。難しいな。あ、隠してたんだ。 Eng asosiy endi mana shu premyera kuni keldi. Bibijondirdi oyim rahmatlini. Bu yerda kutib olishdi. Akam juda chiroyli ko'ylak olib berdilar. O'zimga o'xshagan shim kiyib yurardi Farangiz.
sho'rtak ishim bu yerda mana malvinaga o'xshagan juda chiroyli pushtirang keyin tuflicha olib berganlar man endi uni tayyorlayapman chunki mani ko'zim oldida o'zimni yoshligim mani birinchi premyeram mani birinchi marta sahnaga chiqishim bo'lmasam mana shu sahna ortida mana shu jarayonlarda qiynalmagan bola mana shundoq ko'ylakni kiydirdiku taxta bo'lib qoldi bola nima qilishni bilmay san qo'rqmagin hozir san katta sahnaga chiqasan sanga ko'p gullar berishadi manga qarab turgin man birinchi qatorda o'tiraman qo'rqmagin hech narsadan desam xo'p dedi xo'p dediyu o'sha sahnaga chiqdiyu ko'zi nima qilishni bilmayapti qandoq turishni ham bilmaydi taxta bo'lib qoldi bundoq turib deydi deyman mana shunda endi mana shunaqa kardinkalarda gullar olib chiqib berishyapti bola kulyaptida tirjayaptida hali bilmayapti nima kutishini aman bilmayman-ku katta ekranda kinoni qanaqa bo'lishini o'zimiz onam rahmatli joy yo'q mani qo'limni oyog'imda o'tirdida farangiz shunaqa o'tirib ko'rdik akam ukam butun oilaviy kino boshlandi ko'rdik endi keyin yana shu joy bor hammani yig'latadi o'sha joyi ham mana shu durday ko'z yoshi oqqanda onam sog'indim mana shunaqa qaltirayaptida labi dadamni buvimni sog'indim uyimga ketaman mensiz qiynalib qolishgandir jamol aka stop deguncha tamom bo'lardilarda gruppadagilar hammasi chapay chalardi endi katta ekranda krupniy endi hayajon bilan ko'rdik bundoq qarasam onam tamom bo'ldi yig'laverib pishib ketdilar man endi yig'layapman o'zim bilaman onam endi ichidan o'tyapti to'g'on yo'q mana nabirasini ko'rmadi deb man endi yig'layapman bolam epladi hech bo'lmasa orqamdan hech kim gapirmaydi artist bolasi o'ynadiyu degan narsani aktrisa sifatida qaradim kollega mana kasbdosh sifatida qaradimda o'ynagan joylarini endi jamol aka ham ko'p aytardilar katta aktrisa qilmagan ishlarni qildi qizing maqtaverardilar endi yaponiya joylari endi ertak tugadi titrlar ketyapti endi zol chapay chalyapti endi turdi zol turdi man yig'layapman onam yig'layapti bundoq qarasam bola yig'layapti endi shunaqa nafas ololmay yig'layaptida man hayron endi shunchalik yoqdimi deb endi emotsional shu kino yoqdimi desam farangiz san nima yig'layapsan qara tabriklayman sani birinchi debyuting bilan qara juda chiroyli o'ynabsan desam san nimaga yig'layapsan desam Yaponiya хочу deyapti shu Yaponiya juda yoqqan ekan boshqa hech narsaga qaramabdida o'sha yana esga kelgan narsalarni eslab uyg'onib Yaponiyani juda sog'ingan ekan yana Yaponiyaga borgim kelyapti deb yig'lagan man 5 yoshimdan kinoda o'ynaganman bilasizmi o'zi yig'lardi kinoni ko'rib katta bo'lganda o'zi hamma yig'lardi onam qayta ko'raverardi lekin tomoshabin juda yaxshi ko'rib tomosha qilishadi shu kinoni juda mehr bilan olingan bu biz uchun shunaqa sovg'a bo'lib qoldi tomoshabinlar bizga sovg'a bo'lib qoldi bizga esdalik bo'lib qoldi hammaga ham nasib qilavermaydi
bunaqa rol o'ynash. Men hali bunaqa rol o'ynamadim. Odamni 26-si otilmasin kinosi bo'lsa, Farangiz Oyijon kinosi. Juda katta rol bo'ladi. Men Jamol akaga tashakkurlar aytaman, rahmatimni aytaman. Машенька. Для тебя. Вот, для тебя, вот. Вот свидетельство. Если я потеряю по дороге... Мы все свидетели. Да. Да, мы все. Yaponiya elchixonasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Kelib ketsangiz. Tanlov e'lon qildik. O'zbekiston va Yaponiya madaniyati xalqlari haqida hamkorlikda film yarataylik birinchi bor. O'zbekiston qayerda, Yaponiya qayerda, oralig'i bir 6000 kilometr bo'lsa-yu desam, keyin ancha o'yladik. Keyin Bahodir Odilov bilan ancha yurdik. Keyin mayli dedim deb bir 2 haftadan keyin o'sha Oyijon filmini ssenariysini topshirdik. Qarasak, qo'ng'iroq bo'lib qoldi, sizlar yutib chiqdinglar deyishdi. Gap shundaki, men undan oldin Yaponiyani Japan Foundation degan bir tashkiloti bordi, NHK. Ularning eng katta, eng dunyoning boy tele kino kompaniyasi. Ular bilan yaratganga shukur filmni yaratdik. Yerda faqat o'zbek aktyorlar o'ynagan edi. Bu gal aytishdiki, yapon aktyorlar ham o'ynasin deyishdi. Biz NHK telekompaniyasiga yozib bizga yuboringlar dedik. Ochiqni aytganda boshida biz o'sha yapon onasini o'ynaydigan Shahrizodani olmoqchi edik. Bu yerda o'sha o'tgan kunlarning ikkinchi ekranizatsiyasida kumush rolni o'ynagan qiz. Tarjimon, u Yaponiya elchixonasida ishlaydi. Bunda ko'rinishdan yaponkaga o'xshaydi. Keyin aytib, ular aytdiki, yo'q, yapon o'ynash kerak. Birinchi tarixda O'zbekiston Respublikasi bilan Yaponiya davlati orasida hamkorlikda film yaratildi. Saida Zununovani yaxshi bir hikoyasi bor edi. Ha. O'sha nomini bermoqchi edim. Men aytdimki, ertaga xafa bo'ladi-yu Said Ahmad akani qarindoshlari. Qo'y dedim. Tinchlik kerak dedikda, keyin o'zi dunyoda eng kuchli instinkt bu onalik instinkti. Eng kuchli instinkt. Materinskiy instinkt deb nomladik. Keyin o'yladik, qanday tushunarsiz bo'ladi. Instinkt nimaligini ko'plar bilmaydi dedikda. Keyin lo'ndagina, qisqagina Oyijon nomli ham o'zbek tilida ham yapon tilida chiroyli chiqar ekan, Okasan yapon tilida. Shu keyin boshlanib ketdi. Men nimagadir shu yoshligimdan ko'pgina, masalan, mendan 12 yosh kichkina ukamni qo'limda katta qilganman-da, nima enagachilik qilganman, oyim bilan ishga ketganda.
o'sha kichkinda haligi endi tug'ilgan chaqaloqlar 1 yosh 2 yoshgacha ularni hidi boshqachada. Juda hidlashni yaxshi ko'radi. Shundan balkim o'zi hamma biladi, yosh bolalarni o'sha go'daklarni hidi boshqachada. Jim olim. Bolani ko'ngli nozik. Uni cho'chitib yuborma. Shu filmga ovoz berayotganimda Jamol aka juda ham qiynaganlar meni. Menga multfilm qilib berma. Menga dublyajing kerak emas bu yerda. Menga ovoz ber tirik odamga. Mana shu qizga qarab ishla. Iloji boricha tabiiy bo'lsin, iloji boricha shu hayotda bo'lsin. Sen ovozing ham shu qizdan bir-biringlardan olib ishlashingiz kerak degan narsalarni aytganlarki, bu men uchun o'sha paytda yangilik bo'lgan. Dada. Dada! Nima bo'ldi? Nega baqirasan? Kuladi-ya. Afsuski, endi hayot meni hamkasblarim, sabdoshlarim, sardorlarim ko'pchiligi afsuski rahmatli bo'lib ketdi. Kam qoldi. Bir muloqot qiladigan odam qolmayapti. Nima qiladi? Hayot. Birinchi kun boshlandi. Mozorda olamiz deyishdi. Ssenariy bo'yicha eng og'ir sahnalardan bittasi. Onasi o'lgan bo'ladi va boshida bilinmaydi. Faqat shu Farangizni ko'zidan keyin qabriston ko'rinadi. U bola misol uchun birinchi kun 10 ta odam atrofda. Kostyumer bor, operator bor, zvuk rejissyor bor. Endi bola baribir men endi yondaman, o'rgatib turaman, sen hech narsadan qo'rqma dedim-da. U mozorni bilardi, chunki meni adam yotgan joylarida yoshligidan adam dodam deb juda ham rasmga qarab, bilmayman, bo'lmasam dodasini ko'rmagan. Dodasini kinolarni ko'rib yig'lardi. Mozorga borsa shundoq yopishib o'sha yerga, bo'lmasam shunchalik mana onam mana shu mehr muhabbatni bizga o'rgatib, mana nevaralariga ham keyin berganlar-da. Ko'rmagan odam ustida shunaqa yig'lab o'tirardi. Unga juda ham oson bo'ldi. Tekst berishdi. Shundoq ruhiyatga kirib, mana shunday qaradi kameraga. Endi ko'z yosh mana shunda turibdi-da. Stop dedilar Jamol aka. Bola kichkina, hech narsani tushunmayapti. Motor, kamera hammasi qani ko'z oynay deyaptilar-da. Keyin yordamchilarga nimaga ko'z oynay yo'q, ssenariy bo'yicha yig'laverib keyin ochki taqadigan bo'lgan, ssenariy o'qimaganmisizlar deb urushib berdilar. Bir yarim soat kutdik o'sha yerda, mozor o'zida, optikaga borib. Shunda motor dedilar-da, ochkini shunda Farangizni ko'ziga taqishdi-da. Men ko'ryapman, ochki katta. Ochki mana mashtadan turmayapti-da, hiq etib mana mashtaga tushib qoldi. O'shanda hamchi bundoq qarab, voy kichkina katta demadi-da, mana shundoq qildi. Genialno dedilar Jamol aka. Kichkinta bola mana snimayim dedilar. Shu bilan oyi men maktabga bordim bugun. Endi o'ynayapti, Jamol aka kameraning tagida yig'lab o'tiribdilar-da. Butun gruppa atrofidagilar birinchi kadr, birinchi dubldan olingan joy. Endi o'palla Farangiz deb. Mana yo'q boshqa yig'lamayman. Doktorlarni ko'r bo'lib qolar ekanman degan joylar. Kattalarga hayronman. Meni tushunmaydi deb doim yolg'on gapirishadi. Birinchi kun nima bo'lganini bilgandim. Dadam ishlamayaptilar, aroq ichyaptilar. Buvim tez kasal bo'lyaptilar. Dadam bilan buvimga qaraydigan hech kim yo'q. Men bo'lmasam nima qilishardi? Hayronman. Oyijon, ochki taqyapman. Doktorlar aytishdi. Hadeb yig'lamagin deyishdi.
Bo'lmasa ko'zim ko'r bo'lib qolarkan. Oyijon. Endi hech qachon yig'lamayman. Assalomu alaykum. Jon bolam. Yoningga keldim. Boshqa yig'lamayman. Firdavsiga urishyapti. Oyi, yig'lavermang, ko'zingiz ko'r bo'lib qoladi. Seni judayam sog'indim bolam. Senga va'da beraman, boshqa yig'lamayman. Endi hech qachon yig'lamayman. Sen bilan jannatlarda albatta uchrashamiz. Qarasan, men nima topdim. Menga xat yozgansan. Мамочки мои любимые, добрый, дорогой. Пока, мамочка. Güzel kızım. Çok kızım. Oy. Farangiz o'zi chizardi, chunki adasi rassom bo'lgan. Qara qizim, sani rasmingni chizdim. C'est une bonne idée, d'accord. Bien. Umid gullarini xohlaysizmi? Ular sizga baxt keltiradi. Qayoqda o'zi o'sha baxt? Juda olisda. Hozir sizga olib kelaman. Sizni baxtingiz 3 dengiz osha yerda. Rahmat sizga. Ana o'qishchi orqamizdan yurgan. Qayerda yashayman dedi? Gulzor ko'chasi 20-uyda yashayman degandi. Gulzor ko'chasi 20-uy? Ha.
jon shunchalik ham o'xshaydimi? Seni har kuni kutaman bolam. Shu eshikdan kirib keladimi deb. Jon bolam. Yürügen. Yürü. Ey küçükçe dadamni ko'rmadingmi? Düştü. Zo'r chiqib chizibdi. Men sizni judayam sog'indim. O'sha paytlar endi videolar bo'lmasdi. Bizga qo'shnim Sony kamerasini, kichkina kamera berishgan. U kichkinagina bunaqa kassetada o'zimiz uchun olingan kadrlar. Hali buni o'zimiz bitta hujjatli kino qilib chiqarmoqchi. Shu bahona hali necha yil ko'rmagan kadrlarni endi ko'ramiz. Yaqinda diskka ko'chirib oldim. Hali o'zimiz ham ko'rmadik. Mana necha yil, 25 yildan oshdi bu kadrlarga. Sizlar bahona ko'ramiz, eslaymiz.